Amerikalik ayol ChatGPT yordamida sudda yutib chiqdi. AQShning Kaliforniya shtatida yashovchi Lynn White ismli ayol sun'iy intellekt vositalari ChatGPT va Perplexity yordamida sudda g'alaba qozondi. U ijara to'lovlari bo'yicha qarz sabab javobgarlikka tortilib, uydan chiqarilishi mumkin edi. Ayolning so'zlariga ko'ra, u advokat xizmatidan foydalana olmagan, chunki bu uchun yetarli mablag'i bo'lmagan. Shu sababli Lynn White sud jarayonida o'zini mustaqil himoya qilishga qaror qilgan. U ChatGPT orqali sud hujjatlarini tahlil qildi, qonun normalarini o'rgandi va apellyatsiya arizasi uchun zarur huquqiy asoslarni tayyorladi. Sun'iy intellekt yordamida u sud ishidagi bir qator protsessual xatolarni aniqlagan va shular asosida apellyatsiya bergan. Sud apellyatsiyani ko'rib chiqib, avvalgi qarorni bekor qildi. Natijada Lynn White uydan chiqarilishidan va $18,000 ijara qarzidan hamda $55,000 ga yaqin jarimadan qutulgan. Mutaxassislar bu holatni sud amaliyotida sun'iy intellektdan foydalanishning yangi bosqichi sifatida baholamoqda. Ammo ularning ta'kidlashicha, ChatGPT yoki boshqa AI vositalari to'liq huquqiy maslahatchi sifatida ishlatilishi mumkin emas. Ular faqat yordamchi vosita bo'lib qolishi lozim. Har kuni sizdan yashirilayotgan voqealar bor. Ularni bilishga tayyormisiz? Unda Telegram kanalimizga ulaning. Havola profil shapkasida.